O'zbekistonda yana bir yangilik akalar, tomga pena beton quyish xizmati. Xullas, hamma ma'lumotni usta akamizdan olaveramiz. Hormang Imjon aka. Salomat bo'ling. Charchamayapsizmi? Qo'llaringiz ko'rmasin. Aka, yangilik qilib dedingiz. Qanchadan bo'lib ketdi endi? 45 ming so'mdan vodiy bo'ylab. Ha, hali ham 45 mingdan nima o'zgartirish kiritdingiz? Qalinligini qalinroq qilib qo'ydik. Aha. Oldinlari 7 plyus edi. Hozir qancha bo'lib qoldi? Hozir 10. 10 sm o'lchab olishga qo'yib beraverasiz. 10 cmgadir, ha. Qo'yib beraverasiz. Qo'yib beraveramiz. Mana misol uchun bu joyimizni 40 ming so'mdan qilyapmiz dedingiz. Mana bu loy lombosi ustiga bo'layotgani hisobigami bu? Ha, loy lombosi ustiga bo'layotganligi uchun. Mana bunaqangi izaspan degan materiallarni o'zingiz olib kelib hisob qo'yib bersangiz qancha bo'ladi? 45 ming so'm vodiy bo'ylab, 55 ming so'm voha tomonlariga. Mashalloh. Voha tomonlarga ham boryapsizmi? Voha tomonlarga ham boryapmiz. Qancha bo'lib qolyapti vohalarga? 55 ming so'm. 55 ming, mashalloh, zo'r aka. Tarkiblarda nimalar bor edi? Tarkiblari sement, qum, pena, fibra. Faqat sementavoy bu. Hamma ketadigan material o'zingizdan. Hamma mahsuloti o'zimizdan. Uyda egasidan faqat 220 tok, suv. Bo'ldimi? Endi ujin, abet agar kech qolib ketsak, tugatalmay qolsak, kattaroq ob'yemlarda. Aka bu tepasida keyin xotirjam odam yursa bo'ladimi buni? Yursa bo'ladi. Hozir sizlarga qatigan holatini ham ko'rsatamiz. Qatigan holati ham bor. Qatigan holati ham bor. Hech quyilgan jarayonni olayotgandik doim. Endi qatigan holatini ham ko'rsatamiz hozir. Adashmasam narigi tomondagi imoratlarni ham o'zlari qo'yib beradilar, ha? Narigi tomonni ham o'sha bitgan holatini uyalmasdan ko'rsatsak bo'ladimi hozir? Bo'ladi, bemalol. Shunaqa xizmatlar qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishaveradi. Inshaalloh. Kelishilgan narxda qilib beramiz. Bizning kanaldan chiqqanlarga bonusi bor-a? Xudo xolasa bor, bonusi bor. Xudo xolasa aka. Qatgan joyga o'tamiz bo'lmasa qani. Umidjon aka, qancha vaqt bo'ldi buni kuyganingizga? Bu kecha kuni quyganmiz buni. Mana, mashalloh. Qatigan holati. Bir kunda shu holatga keldi. Ha. O'zi maksimal zo'r qatsa qancha vaqtda qatadi bu? Bu 100% qatgani. Uzog'i hozirgi ob-havoda 3 kunda zo'r bo'lib qatiydi. 3 kundan keyin bu bundan ham qattiq qatib ketar ekanda. Ha, bitta sakranish shunga вообще zo'r. Mashalloh. Buni qaranglar akalar. Beton bo'lar ekan, qolar ekan. Ha, bu holatdagisini pollarga ham quysa bo'lar ekan bo'lmasa? Steyashga ham quyapmiz buni nimasidan, mahsulotidan steyashga ham quyapmiz. Aka, telefon qilishsa, misol hali ko'tarmayapti, u bu degan gaplar bo'lmaydimi? Yo'q, telefon qilishsan, o shovqinda eshitmay qolaman. Shunga bir 10 minut, 15 minutdan keyin tushib, telefonimga qarab qo'yaman. O'zim qaytaraman ular odamlarga. Ammo O'zbekiston bo'ylab aka xafa qilmasdan bosib beraverasa? Bosib berilaveradi, xudo xolasa. Gap bo'lishi mumkin. Shunaqa sifatli pena beton xizmati kerak bo'lsa, beton bo'lib qilaverasizlar. Mana bu bugun boshladik. Bunisini kecha kuni quyganmiz. 200-300 kvadratga bir kunda quyib chiqib ketamiz. Hamma mahsuloti o'zimizdan. Unaqa izaspan materialigadir. Bizga faqat vassa qatirilgan holatda, zardevor urilgan bo'lib, mana tomi yopilgan holatda bo'lsa, bo'ldi. Shu quyib chiqib ketamiz. Zo'r aka. Uyda egasidan faqat kvadratiga pul to'lasa bo'ldi. 220 tok bilan suv bersa bo'ldi. Mashalloh. Nima deymiz akalar? Pastdagi raqamlarga O'zbekiston 12 ta viloyatdan aloqa chiqarasizlar, ko'rishingiz mumkin. Betondan battar qatadigan mahsulot. Kimga shunaqangi sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, O'zbekistonda 12 ta viloyatdan aloqa chiqarasizlar. Mana katta zodagon blogerlar ham keldi. Ravshan TV do'stimiz hozir sizlar uchun video kontent qilishadi. Yonlarida obudizlar bilan birgalikda. Sog' bo'lasizlar akalar, charchamasizlar.